Wow, aka, bu noyob narsa-ku. 16 yil oldin qilganman dedingizmi? Yo'q, aka, 16 yil oldin bu narxi necha pul bo'lgan? 35-40 dollarlar bo'lgan o'sha payt. Aka, siz bilasizmi narxini? Eng asosiysi oldi qismingiz travertin. Ani orqa tarafini bor, penoplastdan qilgan ekansiz. Tomizni nima qildingiz? Polistiron bos qildi. Loylonmi? Loylonsiz qilmaganmisiz? Loylon bos qilingan, loylon bos qilganda ham effekti bo'lmadi. Shuncha yil o'shanga ko'rganimizdan keyin polistiron bos qildik, mana effektini ko'ryapmiz. Aka, loylonboz qilishda chempion bo'lsa, shu akam chempion bo'ladi. Chunki tashqari tarafga travertinni bobosini qilib qo'ygandan keyin loylonni zo'rini qilishgan. Lekin effekti yo'q. Yo'q. Yozgi kunlari konditsioner tinmasdan ishlardi, dim bo'lib ketardi. Hozir qilganimizdan keyin ozgina yoqiladigan bo'ldi. Yana unaqa past gradus emasdi, o'rta gradusda turibdi. Qishda ham hozir ancha issiq bo'ldi. Aka, loylonboz qilinmaganmidi? Loylon bos qilingan, effekti yo'q ekanda. O'sha paytda eng zo'ri loy bo'lgan. Men hech nima demayman. Lekin vaqt o'tdi, aka tushunib yetishdi, bo'ldi. Eng zo'ri hozirgi kunda nima? Polistiron bos. Qilsak effekti zo'r bo'ldimi? Effekti zo'r bo'ldi. Hamma cho'nchagingizga foyda bo'layotgan paytda, aka siz nimani o'ylab o'tirasiz? Xullas bizani polistiron lombozlarimiz, aka tayyorlanish oson bo'lgan, ikki kishigina tayyorlab qo'yib ketish mumkin bo'lgan. Eng asosiysi, necha kunda qo'yib ketishdi aka? Yarim kunda ozgina o'tdi. Necha kvadrat joy qo'yib ketishdi? 150 kvadrat. 150 kvadratni yarim kunda. Aka, nima so'rashdi sizdan? Hech nima. Joyi so'rashdi, qo'yib berishdi bo'ldi. Remontlaringizga ta'sir qilmadimi? Yo'q, Hech qatlariga. Aka qarang, remontlaringizgacha ta'sir qilmaydi. Tezgina, osongina, eng asosiysi effektini olgan ko'rsa gapirishlarini bilinadi o'zi, aka, haqiqiysi zo'r. Xullas, agar siz hali ham qilmagan bo'lsangiz, o'ylayotgan bo'lsangiz, mana akam otzibi, eng asosiysi mana shu profilga o'tib oling. Juda ham ko'p shu akamga o'xshagan, minnatdor bo'lgan akalarni qo'yganmiz, kirib kommentariyasiga kirib fikrlarni ko'rsatib bo'ladi va undan keyin xulosa chiqarsa bo'ladi. Eng asosiysi aka, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlar yomon gumonda bo'lmaysiz. Aka, bizani qayerda ko'rdim dedingiz? Instagram. To'g'risini deng faqat aka. Like bosdingizmi, bosmadingiz? Like bosaman pastga. Nima uchun like bosasiz o'zi? Qolganlarga ham yetib borish. Ha, inshaalloh. Aka, nafaqat qolganlarga yetib borishi, milliy mahsulotni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lasiz aka. Siz ham like bosangiz, milliy mahsulotni qo'llab-quvvatlaysiz. Bu sifatimizga, narximizga ta'sir ko'rsatadi aka. Hozir like bosmaganmiz, strochni bosib qo'ying, ko'pchilik yetib borsin.